do'stlar, sizlar bilan har doimgidek men Master Play Nord'dan o'rganayotgan do'stlar. Bugun videoroligimizda sizlarga Minecraft Simon Minecraft bor. Mana shu Minecraft. Shu yangilanib ketgan eski versiyasi bor. Hammasi eski. Hamma odam eski versiyasini yaxshi ko'radi. O'shaning uchun eski versiyasini qaytaramiz do'stlar. Uning uchun mana bu Aptolity programmasi kerak bo'ladi. Buni Play Marketdan yuklaolmaysizlar. Keyingi videoda yuklashni o'rgataman. Va bunga Craft Simon deb yozamiz do'stlar. Va qidiruvni beramiz. Mana birinchida chiqdi. Mana Craft Simon birinchida chiqdi do'stlar. Shunga bosamiz. Va birdaniga ustanovitni bosmaymiz do'stlar. Va mana buni bosamiz. Bosamiz. Va pastroqqa tushamiz va zaryadini 5 qoldi. Pastroqqa tushamiz. Va mana buni bosamiz do'stlar. Mana buni bosamiz. Bosamiz. Keyin ustanovitni bemalol bosaveramiz. Ustanovitni bosamiz. Va mana turibdi do'stlar 2%, 3% bo'lyapti. Shu 100% bo'lishi kerak. Keyin yuklanadi. Biroz kutamiz. O'zi tez bo'lyapti. O'rtalar aytgancha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz 30 taga niyat qilyapman, 20 taga, 40 taga niyat qilyapman do'stlar. O'shaning uchun like bilan obunani bosib qo'yinglar. Men 5 soat vaqtimni ketkazyapman. Siz esa 1 soniya ichida like ni bosmayapsiz do'stlar. Men 5 daqiqa, yo'q, 5 soat tayyorlanyapman bu video uchun. Sizlar bo'lsa 1 sekundda like bilan obunani bosmayapsizlar do'stlar. Naqmanglar, like bilan obunani bosib qo'yinglar. Xo'p, mana mana do'stlar yuklandi. Shuni ustiga bir marta bosamiz do'stlar. Bosamiz. Mana do'stlar. Bu eski versiyasi mana. Yani eski versiyasini qaytardik biz do'stlar. Eslagan bo'lsanglar, bu eski versiyasi o'sha Craft Simonni. Xuddi shunaqa bloklar bo'lardi do'stlar. Craft Simonda. Hop do'stlar, video yoqqan bo'lsa albatta like bosib kanalimizga obязательно obuna bo'ling. Hammaga xayr.